Bizda zo'r yangilik, Pakrival Prostina 2 nalchkasi bilan. Bu letni ko'rpasidan boshlasak, bu yupqa letni ko'rpaligi yozda bemalol yopib yotsa bo'ladi, uy issiq bo'lsa bemalol yopinsa bo'ladi. Bu materiali xib narsa. Mana bunday ozgina qovoqlari bo'ladi. Bunchalik chiroyli narsa, sifati zo'r. Xo'p, buni letni ko'rpasini uyim sovuq deganlar uchun zamog'i ham bor buni. Ichiga bemalol ko'rpa, adyol solsa bo'ladi. Ichiga mana mana bunaqangi holatda bemalol ko'rpa, adyol solaverasiz. Uyingizni haroratiga qarab bemalol ichiga yupqa adyol solaverasiz. Qalin adyol shart emas, chunki o'zi ham issiq. Xo'p, Pakrival 2 ga 2.30 bo'ladi, ustidagi yopinchig'i. Xo'p, buni prostinasi qovmalik. Razmeri 2.5 ga 2.70 bo'lsa kerak, adashmasam. Undan ham kattaroq o'xshayapti. Bemalol divanning atrofidan tushib turibdi, hamma tomonini chiroyli yopib turibdi. Xo'p, bu prostinasi qovma, bu prostinasi. Prostinani qovmaligini udobniy tomoni bu yotganda darudaniga to'planib qolavermaydi. Oddiy prostinadan farqi shu, to'planib qolavermaydi. Divanda xudo xolasa chiroyli zo'r turibdi, razmerlari zo'r ekan. Bu ikkita nalchkasi chekkasi varaqchalik, sifati zo'r. O'zimizga ham yoqdi, razmerlari ayniqsa razmeri eng kattasi shu ekan. Bemalol divanning hamma tomonidan osilib turibdi. Yana bitta qulay tomoni, buni ichiga ko'rpa, adyol solinishligi juda qulay, juda udobniy narsa ekan. Bemalol sarpaga zo'r narsa. Buni upakopkasi ham qudalarga ko'tarib borishga ham yoki bir sovg'aga ham zo'r. Upakopkasi ham katta sumkada mana sifati yaxshi, chiroyli, original ish. Buni ham narxini tepada